Samarqanddamiz, Jamshid aka, mana eslasangiz Rashid aka bilan bu daraxtlarni kesib oldik. Shunday. Gilos, lapinsmi, skinami? Lapins sorti. Skina ham bor. Skina bor. Kimgrin butasi usulida boshlangandi. Faqat muammo mana bu yoqda ko'rsatsak bo'ladi, Jamshid aka. Ko'p meva sog'orsa, buni mevasini tushirib yuboramiz. Mana bu usulda endi mana 1 yoshli nodalar chiqyapti. Mevaga yotgandan keyin buni kesib mevani kamaytirsa bo'ladi. To'g'rimi? Shunday. Mana bular farqi yana nimada bo'ldi aka? Hozir ikkovini solishtirsak. Farqi hozircha mana bizada mana oldin mana pastdan yangi yon sho'x bermasdi. Kesilmaganda bermagan. kesilib bermasdi. Lekin biza Rashidga kelib ko'rsatdi mana. Men kesgandan keyin bo'l mana pastlardan yon sho'xlar har bitta nimadan urib chiqdi. Ham mevasi bor, mevasi ham yirik. Keyin Jamshiddagi bitta qo'shimcha, mana shu daraxt yilning oxirida kerakli balandlikka yetib oladi. Shunday. Ya'ni ko'p narsa yo'qotmadik biz. Shunday. Shunaqa gaplar, like bosib qo'yasizlar.